Eron ichiga qarata. Voy chiroyliligi ne bular? To'xtab tur. Ko'zing o'ynab ketdi. Mana nomusini qarang, bizga mos ekan. Ha, to'xtab tursin-chi. Voy chiroyliligi ne bulardi? Voy bir-biridan chiroyli. Nima? Sarvi? Qizil yo'lakchasimi? Kim bu Sarvi? Hozirroq menga berasiz nomerini. Men borib uni yirib chachib kelaman menga. Hozir berasiz nomerini, adresini berasiz menga. Ha, siz hali menga xiyonat qiladigan bo'lib qoldingizmi? Hozirroq berasiz. Men mana Milad Xalidan uyga ketaman. Hozir Gambitni chaqiring. Ketaman Ayamikiga Milad Xalidan hozir ketaman. Voy, telefon saniki-ku. Ha, meni telefonim. Nima? Odamni toliqtiryapsiz. Yo'qda shab turasiz. Nima qildingiz? Alo. Ha, Sarvi, qilingsan. Hozir Milad Xalidan gidomlar ko'ryapti deydi. Ha, ko'rmaysanmi? Bir kunmas bir kun ko'rimga chiqadi bular. Adasi? Onasi. O'tiringlar, yoshlar. Yo, boshqa. O'tiringlar. Riders on the storm. Yopishmay o'tiringlar. Havo issiqmi deyman. Yigitingizmi? Yo'q, qirolim. Bu qirolingiz nima ish qiladi, qirolingiz? Biznesmenlar. Yo'q. Basharasidan xotinni qo'liga qarab o'tiradigan erkakka o'xshayapti-ku, uzr lekin nagli gapirganim uchun yo'ldan bitta odam olaman. Balkim shart emasdir. Sizdan kim so'rayapti? Mo'ylovli maymun. Rulga qarang. Men sizga qarab ketaman baribir. Bugun o'ylasizlarmi? Salom alaykum. Ada? Orqada qirol bilan qirolicha ketyapti. Yomon bo'ladimi deyman. O'g'lingiz bilan uchrashishingni rosa aytardim. Uchrashgan joyimizni qarang. Qonli uchrashuv. Eshitdim, onangizlar voqea o'tganlardan keyin ona mehriga to'ymay katta bo'libsiz. To'ymaganmisiz? To'yib. To'ymaganman. To'ydiray deb kelibsiz-da, ota bolani. Biz adezlar bilan keyingi oy birinchisida Maldivga ketyapmiz, ha? Qarshimasiz? Men tushib qolsam bo'ladimi shu yerda? Meni ham yerim. Keyingi oyda birinchisida malakasini oshirishga ketayotgandi. Endi malakasini uyda oshira olmagan bo'lsa kerak-da. Uyda o'tirsa oshiradimi malakasini? To'g'ri. Alo. Qachon bizlarga sovchilikka jo'natasiz? Menimcha uyimdagilar bora olmasa kerak. Mo'minjon bilan tinchlikmi? Voy, Ha, yaxshi ko'rgan qizim sovchi kutayotdi, deyman. hecham qilmang Mo'minjon. Mana adajoningiz bilan boshimizga kakras o'tib kelamiz. Voy, tiqilmasa-da, mana mashina tiqilmasa, o'zingni yo'lingda yur. Opajon, ertaga qirolim bilan bizlarni viloyatga olib chiqib keling. Yo'q, shart emas. Haliga men Rizoga sketchat qilib qo'yganman. Haliga bu viloyatlararo taksi eshiging tagidan olib, eshiging tagiga olib borib qo'yadi. Standarti bor, ekonomi bor, komforti bor. Komfortida orqada 2 kishi mazza qilib ketsa bo'ladi. Shu. Mana yaxshi, u shart emas. Men ham ularni olganman, pulni begona qilmang. Adajonisi? Adajonisi? Yo'q. He, bu meni xotinim, bu o'g'lim. Hey, yondim, kaka qilib qo'ydim, kaka. Yanimda mo'ylab borib maymun bilan gaplashmagan bo'lardim. Hey, Sevgi muhabbatlarning ikiga bo'lvardimmi? Shu mashinada. Adasi noto'g'ri qildi. Men odamlarga o'xshab uyga borib gaplashsak bo'lardi, ha? to'g'ri, oshirib yubordi, noto'g'ri qildi. Men noto'g'ri qildim, ha? Yo'q. Har doim noto'g'ri. Yo'q. Voy, ana Zormonda boshliqdan yana esimiz ketdi-ya. Klient yo'q ekan deb zilol deb bo'lib yotmasdan turib bilib ishingizni qiling. Vitrinalarni to'ldiring. Klient yo'q bo'lsa ham eshik tagida qanday kutib olsangiz, shunday tayyor bo'lib turing. Yotib olmang doimgidek, eshilib, to'lg'onib, bilib ishlaringizni qiling. Chiroyli qilib tozalikka qarab qo'ying. Yoningdan o'taman, ataylab, atay, bo'lib ketdim poypatay. Mana shu yangi kelgan tovarlarni chiroyli qilib Instagramga moslab obzor qilib qo'ying. Faqat rus tilida bo'lsin, ha? Здравствуйте, мои домохозяйки! Это мы. У меня новые продукты. Поппум плюс. Продукты Корея. Тангенбору ушарики. Есть порошой. Дикий гель. Ko'yjaga yoqadi bu Zormonda. Gipotatan. Yo'q. Gipoallergen.
bu bolajonlarga ham yana toshib aytdi. Yes, tabletka. Ayo, bu tabletka emas edi, bu nima edi? Ha, kapsul, bu kapsulmi? Oh, bay buni hidlaridan. Opa, nima qilyapsiz? Ha. O'ylasim chiqganimi? Chiqganimi? Suvni ta'mimiz bilan. Kelin, o'g'lim, bo'ldinglarmi? Hozir oyijon. Hozir oyijon, ishtonimni kiyib olay. Chiqlaring! Oyijon tayyorman. Oyijon, Qani ketdik. O'g'lim, svetlani o'chirding? bo'ldi oyijon. Ha, kelin, boya dazmol qilayotgandingiz, dazmolni o'chirdingizmi? Esimdan chiqdi oyijon. Boring o'chirib keling. Oyi, taksi chaqiraymi? Puling oshib ketdimi? To'yxonagacha 2 kilometr. Piyada boramiz. Yur. Ovqatdagini o'chirdimmi, o'chirmadimmi? O'chirgan bo'lsangiz kerak oyijon. Uyim kuydi. Ovqatdagini aniq o'chirmaganman. To'y kech qolyapsiz. Bu yoq aza bo'lib turibdi. Qanaqa to'y? Bor o'chirib kel. Balkim o'chirgandirsiz. Bor o'chirib kel. Ketaman. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben Aytaman. Chop bordilar. umudum kalmamışken bir güneş Oy, bo'ldi. Hamma narsani hop deb o'chirib kelaman. Shuni uyga borganda qo'shni kelibdi. Qozonni oldim. Shuni chopib beribki. Ha, to'ychi. Borib qozonni beribki. Bo'ldi oyijon. Qozon bilan berdim. Ketib kelamiz. Bolam, yana bitta problema bor-da. Yana nima bo'ldi? To'yana qolib ketibdi. Oyi, qo'ying shu to'yani, ertaga beramiz, kiraylik to'yga. To'yga to'yanasi kirib bo'ladimi? Tez borib olib kel. Oyi, kiraylik. Bor yo'qol olib kel. To'yanasiz qaytsang, qara lekin. Charchadim. Voy oyijon, to'y vashshi zo'r bo'ldi-ya. Dasturxonni ham itini qildi-da. Oyijon, kelinning onasini bo'ynidagi trossi, qo'lidagi televizorlarni ko'rdingizmi? Ha, endi boyda, olaveradida. Oyijon, hech qanaqa boy emas. 4 ta krediti bor. Men surishtirdim, oyijon. O'sha hamma tilalarini bor-ku, Alayskidagi diamant do'konidan bo'lib to'lashga olgan ekan. Qatdan nima olishni bilishadi. Ha, chunki u yoqda arzon-de. Topdim. Qaytib kelinglar. Ha, to'y tugadi. Sen nima bormading? Bilmasam endi. Balkim 50 marta uyga jo'natganingiz uchundir. To'yonani aytingiz olib ketib. Qayerdaligini aytmagansiz. Butun uyda ag'darib to'ndirib tashladim. Voy, to'yana shunchalik muhimmidi? O'zingiz-ku. Seni tog'ang yoshligingdan katta qilgan, to'yingni o'tkazib bergan, shunday muhim kunida yonida bo'lmading-a? O'zingiz-ku. Mas'uliyatsizsan. Bitta to'yga bora olmading-a? Shu to'yxonada yer yorilmadi, men kirib ketmadim. Uyat-de. Qarindoshlari oldida bir tillik hurmating qolmadi. Ben to'yga 15 marta borishga harakat qildim-ku. Ular sendan kechi bo'ldi. Kech borishdimi? hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken Hammaga salom. Men syomkaga keldim. Keldi yana onangni ham ko'rdim, onasi ham. Voy, keling go'zalim. Bugun nimalarda syomka qilamiz? Bunda qiyin joyi yo'q. Qarang, mana uni olaylik. Shunchaki unga tushib berasiz. Mana nima raqqosa deb o'ylayaptimi, tavba qildimi? Qarang, bu juda ham oson. Shunchaki mana bunday qilib unga tushib berasiz. Qarang. Ketdik. Voy, kulib-chi, mashhurapa unga tushyapsiz. Bechora-ya, bizni suvimizni siqib ichadi. Ajab bo'lsin. Voy, bechoraga rahmim kelib ketdi-ya. Mayli, xayr, videoni tayyor qilib ertaga joylayman. Xayr, yana kelib turing. Onangni mana endi hozir meni yana hammaga xalqqa sharmanda qiladi-da mana. Nima keragi bor o'zimizga aytaman? Nima keragi bor? Ha, Mahsumaga mana men borman-ku. Aytib qo'ylar, qayt temasin, boshqa kirmasin umuman.